Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli do'stlar. O'tgan kun bir video qo'ygandim, o'sherdan yodingizda bo'lsa, ko'pirda asfalt o'yilgan deb turib video chiqargandim. Shuni ertangisi videoni chiqqandan bir kundan keyin o'sha idora xodimlari, ishchi xodimlar xudo xolasa kelib turib shu döşkni yamaptılar. Hozir shuni sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Yine işör yadlarınızda olsa işi mosni üstü işör döşke diye işör yine. Yine indi zakonlu boptu, bezapaslı boptu. Şimdi bemalol o'taverasizlar. Korkup oturmuşlar. Bu iş üçün lekin idora xodimlarına katta rahmat. Barcha şoförlarning nomidan katta rahmat deb qolamiz. Chunki şu video chiqib bir gün o'tib o'tmay darrov e'tibora olgan holda şunu zötüktüler. Çünkü zöt meselelerim bulmasaydı bu opasniydi ver. Lekin bu gepe bu işe gap yok. Respekt idara xodimlarına. Dumacayip bu indi. Bemalol korkmay o'taverasizlar. Hech qanday yamam yok, hech narsa yok. Yine bernam yamaptılar. Bu gap uchun gap yo'q, lekin katta rahmat idora xodimlariga. Shunga qarashli neki mas'ullar bo'lsa hammasine rahmat deb qolamiz. Aziz do'stlar, sizlardan ham bir iltimos, bu videoni keng tarqatib, shu bir like bosib, xudo xolasa shu zotgan odamlarga yaxshi tilak, yaxshi niyat aytib yozasizlar, kommentariya yozasizlar degan umiddaman. Chunki video chiqqanidan bir kun bo'lmay darrov e'tibora olib şunu zötüktüler. Şunun için hem indi bizane bir ağzım gapimizde şola gelip yamanı zötken olsa bizler hem bunlara rahmetimiz yetirip koyalı. Hemmesi zor boladı xudo xolasa. Bunun için sizlerden iltimas bir like basıp kommentariya yaxshi fikir kaldırasızlar diye umiddaman. Hemmenize katta rahmet.